Assalomu alaykum hammaga. Men Xushnudbek va Asilbek bilan bir o'yin o'ynadik. Unda hayvonlar topish kerak. Usimizga hech kim bilmaydi. O'zimiz qo'yganmiz, aralashtirib, birov chiqib, birov kirib, shunda hayvonlar yashirdik. Shuni topishimiz kerak. Asilbek, salomlash. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana bizlar ham o'yinni boshlaymiz. Mana hali hayvonlar topishimiz kerak, lekin aslo og'ramchilik yo'q. Siz ham buni sinab ko'ring. Sizlar ham sinab ko'ring. Bizlar YouTube'dan topdik. Endi let's go. Kim birinchi savol beradi? Menmi? Mayli. Meni ustimda hayvon juda keraklimi? Yo'q. Keraksizmi? Endi sen. Meniki keraklimi, keraksizmi? Yo, hech kim ishlatmaydi, keraksiz. Endi men savol beraman. Meni ustimda hayvon o'ldirsa narsa tushadimi? Yo'q. Tushmaymi? Boshqa. Endi sen savol ber. Meniki yotoq yo biron narsa yasab bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Narsasi tushgandan keyinmi? Ha, Narsasi tushgandan keyin, craftingda narsa yasab bo'ladi, To'g'ri. Endi men savol beraman. Meni ustimda hayvon o'simliklar yeydimi? Ha, yo'q. Bo'lmasa. Aziz do'stlar, bilmadim, lekin men yutqazyapman. Shu lava pastida lavaga tushib ketmaydilar. Endi sen savol ber. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Mana shundagi hayvon yo odamlarga xavflimi, xavfsizmi? Yo'q, uni hatto blogerlar ham qo'rqadi bu hayvondan. Xavfli. Endi men savol beraman. Meni ustimda hayvon odamlarga tashlanadimi? Tashlanadimi? Nechta blok qoldi? 5 tagina blok qoldi. Hozir o'ylama. Endi sen savol ber. Mana shundagi hayvon u bizlarni Shundagi hayvon u zararlimi, zararsizmi? Yeganda narsasini. Yo, narsasini yeb bo'lmaydi. Biz narsasini yeb bo'lmaydi, yo'q. Zararli. Keyin meni ustimda hayvon ko'p ranglar rangli bo'ladimi? Yo'q. Rangli bo'lmaydi. Endi sen savol ber. Mana shundagi hayvon meni ustimdagi hayvon creeper bilan urushadimi yo urushmaydimi? Seni ustingdagi hayvon urushni nima qiladi? Urushmaydi, yo'q. Biz bittasini. 4 tagina blogim qoldi. Ya, meniki 5 tagina. Da, men savol beraman. Meni hayvonim yeyishga go'sht beradimi? Yo'q. Yo'q.
Voy, tushkisam, lekin vashaga tushkisam yomon bo'ladi-da. Endi sen savol ber. Sani ustingda lava yo'q. Savol ber. Mana shunday hayvon mollarni yeya oladimi? Mollarda, Narsalarni oladimi? narsalarda yo'q, qop bo'lmaydi, ololmaydi bu. Lekin kiyim kiydirsa bo'ladi, lekin ololmaydi. U ham arrang kiyim kiydirsa bo'ladi, lekin ololmaydi. Bizningga endi qisqa tanaffus hozir 1 minut. Ana, yana qaytdik. Tanaffus qilib keldik. Endi men navbatim. Meni hayvonim blok qo'yiladimi? Ha. Blok qo'yiladimi? Ikkitagina. Endi sen savol ber. U mana ustimdagi hayvon lavaga tushsa yoki bir tez yuguradimi yo yugurmaydimi? Lavaga tushsami? Tez chiqadimi, chiqmaydimi? U tezda o'ladi. Chiqolmaydi u lavaga tushsa. To'g'ri. Ishda qoldim endi ikkita. Sen savol, men savol beraman. Meni ustimda hayvon nezirda bo'ladimi? Nezirda? Ayt. Ha. Nezirda bo'ladimi? Ha. Nezirda o'simliklarga bola bormikan? Bilmam, lekin asli g'irim qilyapman, bilmayman. Oz ko'ramiz-da. Menda bittagina bola qoldi, hozir o'laman. Davay, sen savol ber. Savol ber. Ya! Asilbek kamondan o'q otilib o'ldi. Bo'lmasam sen taxmin et. Ustingdagi hayvon qanday hayvon? Zombi. Zombi, noto'g'ri. Meni ustimdagi hayvon qo'ymi? Yo'q. Ya qo'yka. Ya sen nezirda bo'laman qo'y. Aziz do'stlar, lekin meni allatgan ekan. Buni o'yinda men yutdim degani. Qo'y nezirda bo'ladimi? Ha? Aziz do'stlar, yozib ketinglar-da kommentga. Qo'y odamga xavf qiladimi? Qilmaydi. Mo? Qiladi dedi. Allayotgan ekan, o'zi g'iramchiliklar yo'q dedi. Mayli. Bo'ptimi bo'lmasa? Hammaga xayr, ko'rishgunlikda. Yo'q. O'ldirib ketdi. Hayır, bo'pti. Sizlarga Xushnudbek va Asilbek bo'ldi. Paka.